Ha, farishtalar tushundiki, yerda o'rinbosar bo'luvchi navbatdagi jonzot boshqalariga hech ham o'xshamasdi. Bu yaratilgan navbatdagi tur aql idrokli, farishtalar ham bilmagan narsalarni biladigan, ongli bir maxluqot ekanini ko'rgan samo egalari darhol unga ta'zim qilib sajdaga yiqildilar. Ba'zilar qiyomat alomati bo'lgan Yajuj va Majujni aslida o'sha Xin va Binlar deb hisoblashadi. Ular jinlardan mag'lub bo'lgach, Kavkaz tog'lariga qochib ketishgan. Keyinchalik insoniyat yer yuziga qadam qo'yganidan so'ng ular paydo bo'lib, vaqti bilan talon-taroj, qotillik, vayronkorlik va ekinlarni payhon qilish bilan yer yuzida buzg'unchilik qilib turishgan. Shundan keyin ba'zi odamlar podshoh Zulqarnaynga ular bilan Yajuj va Majuj o'rtasida ularning hujumidan to'sadigan bir to's qurib berish evaziga o'z mollaridan bir qismini berishni taklif qilishgan. Biroq Zulqarnayn ulardan mol, haq olishni rad etdi va Alloh taolo unga bergan behisob boyliklar bilan kifoyalandi. U kishi odamlardan faqat ikki tog' o'rtasida ushbu to'siqni, devorni qurishda unga ko'maklashlarini so'radi. Oxir-oqibat devor temir va eritilgan misdan barpo etildi. Bu to'siq qiyomat soati yaqinlashgunga qadar insoniyat bilan Yajuj va Majuj, ehtimol Xin va Bin o'rtasida mustahkam bir qalqonga aylandi. Qiyomat yaqinlashganida Zulqarnayn qurgan ushbu devor vayron bo'lganidan keyin Yajuj va Majujning chiqishiga izn beriladi. Ular oxir zamonda insoniyatni yo'q bo'lib ketishi bilan tahdid soluvchi, zanjirband qilingan hibsdagi yovuzlikdir. Xo'sh, siz ushbu ma'lumotlar haqida nima deysiz? O'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Ushbu kontent sizga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Biz bilan qoling, ko'rishguncha.